Assalomu alaykum. Siz RTVda issiq sovuq ko'rsatuvni tomosha qilyapsiz. Bugun biz dasturimizni Bo'ka tumanida ochilgan Ustaman do'konidan boshlaymiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Ismingiz nima? Tanishib olamiz. Maqsud opa. Maqsud opa, qayerda ishlagansiz shu paytgacha? Uy bekasi bo'lganmisiz, biron joyda? Ustoz bo'lganman. Nimadan ta'lim bergansiz bolalarga? Boshlang'ichlari. Bo'lmasam sizni hozir yuzlab shogirdlaringiz ko'rib turgan bo'lishi tabiiy. Uyingiz Ustaman do'koniga yaqinmi uzoqmi? Yaqin. Ayni muddao bo'ldi. Keling, men sizga 200 ming so'm pul beraman va bitta savol beraman. Ushlab turing. Savolimga to'g'ri javob bersangiz, shu pul sizniki bo'ladi. Men ketaman. Temir necha gradus Selsiy haroratda eriydi? U temir endi juda ham katta gradusda eriydi. Menimcha 100 gradus bo'lsa kerak. Ya'ni ham bilmadim. Juda ham sovuq, ancha balandda qaynaydi. 50 ming so'm pulingizni oldim. 1200 lir, 300 lir. Bittasini ayting. 1000 1,5. Yashang, 1,5 ming gradusda qaynaydi. Mana shu biz 50 ming so'm sizniki bo'ldi. Hammanglar sog' bo'linglar, omon bo'linglar, yurtimiz tinch bo'lsin. Mana shu prezidentimizga rahmat, shunaqa sharoit yaratib berdiki, hozir men ko'rib hayronlar qoldim. Hamma bo'limlarni bir-bir aylanib chiqdim. Juda ham yaxshi narxlar. Tanishib olamiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Ismim Ra'no, yoshim 54 da. Bo'ka tumani Zavqiy ko'chasida turaman. Ra'no onam bilan o'ynaymiz endi. Ra'no opa, mana siz qaysi sohada faoliyat olib borasiz? O'zi aslida usta hunarmandmiz, tadbirkormiz. 200 ming so'm pul beraman, ushlang. Bu pul sizga kuch berib tursin, energiya berib tursin. Elektr chastotasi necha gertsdan iborat? 220 bo'ladi. 220 volt. U baland, issiq edi. Pastroq aytasiz. 180. Kuchlanishni emas, chastotani aytyapsiz, ha? 180 ham baland. Yanada pastroq ayting. Ancha sovuq qilavering. 60. Juda yaqin keldingiz, lekin 60 ham issiq. Oxirgi variant ayting. 50. Yashang, 50 ming so'm siziki bo'ldi. 50 gerts bu elektr chastotasi mana shunchaga teng bo'ladi. Yaqinda to'y qilaman. Shunga hozir vada emulsiyaga keldim. Utsuplyonkalarga keldim. Qo'llar tagiga qo'yishga rosa ham xursandman. Uy ta'mirga hamma narsa Bor ustamandan. ekan, juda ham zo'r. Men super, rosa ham mazza qildim. Super deysizmi? Super. Gap yo'q. Mana shu to'yingiz ham super bo'lsin. Uyingizni ta'miri ham super bo'lsin. Ustamandan hammasi super bo'lsin va to'yingizga eng super boshlovchini chaqiring. Kim chaqirasiz? Chaqiraman. Yashang. Sog' bo'ling, albatta to'yda ko'rishamiz. Assalomu alaykum. Ismim Javohir. 200 ming so'm pul beryapman. Ushlang va bitta savol beraman. Sohibqiron Amir Temur necha yil hukmronlik qilgan? 36. 36 yil. Juda ham yaqin keldingiz, lekin bu ozgina issiq. Shuncha 50 ming so'm pul bering menga. Sovuting. Ozgina, ko'p emas faqat. 31. 31 sovib ketdi, tushib ketdingiz. Men aytdim-ku, ko'p tushib ketmang. Ozgina sovuting dedim. Ozgina sovutishingiz kerak edi. Ayting, 3-to'xtamiz. 35. Yashang, 35 yil hukmronlik qilgan. 100 ming so'm sizniki bo'ldi. Avvalo hammamizga salom yo'layman. Uydagilarimga salom. Butun oltishlarga salom yo'layman. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Allaqachon uyga, ro'zg'orga kerakli bo'lgan mahsulotlarni xarid qilibsiz. Kim ishlatadi bularni? Uyda xo'jayin bilan birgalikda. Xo'jayin qani o'zlari? Xo'jayin ishda. Ishda, yashang. 200 ming so'm pul beraman sizga. Ushlab turing. Bo'ldi, ketavering. Voy, rahmat. Qani endi shunaqa oson bo'lsa, savol beraman. Savolimga to'g'ri javob bersangiz, shu pul sizniki bo'ladi. Imom Buxoriy nechanchi yilda tavallud topgan? 987. 987. Bu issiq, ancha oldin dunyoga kelgan. 900. 900 ham issiq. Shuning uchun ikkita issiq noto'g'ri javob uchun ikkita 50 ming so'mlik oldim. 810. To'ppa-to'g'ri 810. Soat to'ldiring. Xo'p. Assalomu alaykum. Hormanglar. Tanishib olamiz. Ismingiz nima? Ismim Firdavs. Sizchi? Sharifa. Men sizga 200 ming so'm pul beraman. Bu issiq sovuq o'yinidan. Firdavs, ushlab turing. Mana shu pulni olish uchun bitta savol beraman. Savolimga to'g'ri javob bersangiz, shu pul sizniki bo'ladi. O'yinimizning qoidalarini bilasiz va biz boshladik. Eng qadimgi bosma kitob nechanchi yilda nashr etilgan? 850-yillar. Yaqinlashdingiz, 850, lekin bu sovuq. 50 ming so'm pulingiz ketdi. Ikkinchi to'xtamiz. 880-yillarga. 880 isib ketdi endi. Ancha isib ketdi. Uchinchi variantingiz? 875-yillarga. 875 ham issiq. Shuning uchun yana 50 ming so'm olaman. Oxirgi to'xtamiz. Shu safar to'g'ri javob bersangiz, shu pul sizniki bo'ladi. 868. Yashang, 868-yilda bittada keldi, ha? Mana 50 ming so'm sizniki bo'ldi. Xarid qilayotgan summaga qo'shasiz. Bering, onamga bering. Pul hali bizda juda ham ko'p. Qolganlarni tarqataylik. Sog' bo'linglar, Xo'p. Assalomu
alaykum. Va alaykum assalom. Ismingiz? Asilbek, Asilbek. Nechinchi sinfda o'qiysiz? 10-sinfda. Birinchi qopdan qayerga o'qishga topshirmoqsiz? Qaysi sohaga? Geografiya. Vau, yaxshi ko'rasizmi? Unda hozir sizga geografiyaga oid savol bersam, topib qo'yishingiz mumkin. Boshqa yo'nalishga oid savol beraman va 200 ming so'm pul beraman. Ushab turing. Qo'lingizda vaucher ham bor ekan. Zamandan berishdi. Gap yo'q, havasdaman. 100 ming yo'qdan 200 ming bizdan yutib olsangiz, bugun sizdan boy va baxtli odam bo'lmaydi. Tayyormisiz? Tayyorman. Atmosfera bosimi qancha? 35. 35 juda ham sovuq. 50 ming so'm pulingiz ketdi. Ikkinchi to'xtamiz. 524 mi shuni? 524 ham sovuq, afsuski. Uchinchi to'xtamiz. 698. 698 ancha yaqin, lekin bu ham sovuq. Oxirgi javobingiz. 705. 705 ham sovuq, afsuski. Lekin shu pul sizniki bo'lishini xohlayapman ich-ichimdan. Shuning uchun do'stimga qo'ng'iroq imtiyozdan foydalanib, kimga qo'ng'iroq qilasiz? Akamga. Mayli, qo'ng'iroq ko'ring. Alo. Assalomu alaykum. Otabek aka. Otabek, assalomu alaykum. Men siz ukangizga, Asilbekka savol beryapman. Agar siz to'g'ri javob bersangiz, u 50 ming so'm egasiga aylanadi. Atmosfera bosimi qancha deb savol berdim. Javobingiz? To'ppa-to'g'ri javob berdingiz. 760. Yashang, akangiz sizga yordam berdilar. Endi ukangizga 50 ming so'm pul beramiz. Mana shu pul, qolgan pul sizniki. Sog' bo'ling. O'qishlarga omad. Assalomu alaykum. Bormang. Siz charchamayapsizmi? Rahmat. Bugun qarab turibman, do'konni birinchi ish kuni bo'lish qaramasdan, savdo avjida. Biz kassa bo'limida ishlaymiz. Birgalikda. Ha, hammamiz Ismingiz birgalikda. Gulmira ekan. Gulmiraxon, qarang. Men sizga bitta savol beraman. To'g'ri javob bersangiz 200 ming so'm pul yutib olasiz. Hozir ushab turing. Yana kassaga qo'shib yubormayman buni. Xo'p, tayyormisiz? Ayting. Eng sovuq harorat Yer sayyorasida qanchani tashkil etadi? Minus qancha? Noto'g'ri bo'lsa 50 ming so'm olaman. Bitta olaverasizmi? 70 gradus. 70. Ancha yaqinlashdingiz, lekin 70 dan ham past. Shuning uchun kattaroq son ichishingiz kerak. Demak, 70 bu sovuq, isting. 100 dur. Minus 100 isib ketdi. 89. Yashang 89. Minus 89 bu eng sovuq harorat sayyoramizda. Hammaga omad. Mana shu yerdagi jamiki jamoadoshlarimizga ham omad. Klientlarimiz hamisha xursand, mamnun bo'lib chiqib ketaversin shu yerdan. RTV kanalini ishlariga omad. Hamisha mana shunaqa qilib, olg'a bo'lib insonlarni xursand qilib yuraveringlar. Rahmat.